Xo'sh, barchalarga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Sepka. Bugun Buldurib toping kes qilamiz. Hozir balansimizda 238 bu ko'yin bor. Xo'sh, biz birinchi bo'lib 199 talik to'g'ri darvozasini ochib ko'ramiz. Ketdi bola. Qani nima ko'rgan? Xo'sh, 188 ni yedirdi bola. Kesdan chiqamiz. Endi boshqa kesga ko'ramiz. 129 talik kes bor ekan. Shundan otamiz bitta. Xo'sh, mana 161 foyda. Endi bu kesdan ham chiqamiz. Va endi Standoff 2 ga o'tib yana 199 talik kes ochamiz bo'ldi. 199 talik kes. Xo'sh, to'g'ri darvozasi ketdi bo'ldi. Qani plus. Voy, 104 ekan bola. Mayli. Chiqamiz. Endi qaysi kesni ochamiz? Xo'sh bolalar, kommentariyada kes yozib qoldiringlar, keyingi videolarda ochamiz shu keslarni. Mana shu elf kesini ochib ko'ramiz hozir. Qani ketdi bolalar. Zarar settim pul. Yo'q. 83. 110 bu ko'yin qoldi bolalar bizda. Endi buni 99 talik kes ochamiz. Ochlarkan ketdi. Yana yedirdi yo'q. 58. 70 bu ko'yinimiz qoldi bolalar. Xo'sh bolalar, sizlarga ham shunaqa promo kodlar kerak bo'lsa, bizning Telegram kanaliga o'tib ko'rsanglar. Mana hozir promo kodlar berganmiz. Shu promo kodlar mana 147 bu ko'yin tushirgan. Tekinga 60 UC degani bu bolalar. Xo'sh, sizlar ham kirib ishlasanglar bo'ladi bemalol. Tekinga 100 chiqarib ketsanglar bo'ladi. Xo'sh bolalar, bo'lmasa biz open kesni davom ettiramiz. Hozir sapyor o'ynab ko'ramiz. Mana 10 tikamiz. Boshlash. 1 2 bomba. Mana ko'rdinglarmi bolalar, sapyorga ishonmanglar umuman. Bu ko't. 59 talik kes ochmoqchi edik biz. Ketdi. Nima tushirgan? Minus bo'ldi, minus. Sapyorga qaytamiz bolalar. 6 tikamiz. O'yinni boshlash. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 44 bu ko'yin olsam bo'lar ekan bolalar. Shuncha azartga berilmaydi. 4 dan ketamiz. 12 bu ko'yin. Yedirdi-yu. Mayli. Ketaveramiz 4 dan. Yediryapti bolalar hozircha. Mana o kadarını polnimasam da var. Yediryapti hozircha. Mayli, risk qilamiz. Ketdi.
Almanning. Voy, 29 pul qo'ygan olsam. Mayli, hammasini tikamiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Mana. Barchalarga xayr, sizlar bilan sepka bo'ldi bolalar.